Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Mashhurbek YouTube kanali. Bugun biza pak ochamiz. Men sizlarga juda ham paklarni tayyorlab qo'yganman. Mazza qilib ko'ring. Bo'lmasam ketdik. Bo'lmasam sal pastroq paklardan boshlaymiz hozir. 2500 taga bitta ochamiz. O'ylaymizki yaxshi o'yin tushadi. Boshidan kayfiyat ko'tarib olishga bitta. Xo'sh. Birinchisi va ikkinchisi 99-107 kim? Angliya. Vay. Volkerin bu. Vay. FIFA shu tarafini yoqtirmayman-da. Mayli, endi obmen qilamiz 10 mingtalik. 10 mingta jetonga. Davay. Xo'sh. Gattuso sotiladi. Kamida 60 millionga ketishi kerak taxminimga ko'ra. Xo'sh, Gattuso tushdi. Jeton tugadi. Endi Gattusoni olib sotamiz. Gattusoni olamiz. Xo'sh. Vay, qotishini qaranglar-da. Internet. Gattusoni oldik. Aytgancha boya Tekin Pakdan Okochani ham berdi 88lik. Xo'sh. Endi sotamiz Gattusoni. Gattusoni 60 million ketadi desam 30 millionga ham ketmayapti-ku bu. Qanday iyang logikasi zo'r-a? Vaqtida 224 million bo'lgan Gattuso. Lekin hozir narxlar pasayapti, eski kartalarning qadr qolmayapti FIFAda. Bo'lmasa endi obmen qilamiz 98-107. O'ylaymanki yaxshi o'yin tushadi bu yerdan ham. Xo'sh, beramiz bularning hammasini va ochamiz. Xo'sh. Ko'ringan, walkout bor. Fransiya. Vay. Qaysi klub bu endi? Bakva. Xo'sh, obmenga bular ham. Obmenga qo'yamiz bularni ham. Shu obmendan bir yaxshi o'yin tushmaganda menga. Xo'sh, obmen endi, davay. Yana bitta. Bu safar walkoutdan bo'lmadi-ku. Shuncha bergan futbolchiga. Endi bilan beraveramiz. Yana bitta. Xo'sh, ochamiz. Walkout. Niderlandiya. Striker. Vay, bochum. Qaysi klub bu? Bu 100lik o'yinchi. Yana bitta ochamiz. Xo'sh, endi bunga 5 ta beramiz. Va pak ochamiz. Obmen 98-107. Davay. Vay. Jonga tegib ketgan futbolchi-ku bu. Vay, orqasi yana o'sha futbolchi. Endi eng zo'r joyga keldik. 3000 talikka ochamiz. 3000 talik. Kodiniyon. 3000 talik bu eng kulminatsion nuqta.
Vay, internet qo'tyapti. Davay. Bu birinchisi, buni yaxshi unutib bo'lmaydi. Va endi ikkinchisi. Kim? What? Amerika? Kim? PSV. Tilmanmi bu? Ha, Tilman. 102 yaxshi emas. 101, 102dan 102 tushdi. Endi La Liga pak ochamiz. La Liga 3000 ta jetonga. 3000 ta jetonga La Liga ochamiz. La Ligadan yaxshi o'yinchilar tushgan, lekin normalniy o'yinchilar tushgan. Internet qo'tyapti. Bu birinchisi. Bu esa ikkinchisi, sotilmaydigan o'yinchi. Xo'sh, kim? Ispaniya. Center midfielder Pedrimi? Las Palmas. Nechilik bu? 103lik Kirian. Yaxshi, 103. Asosiy tarkibga tushadi. Xayr do'stlar, bo'lmasam videomiz tugab qoldi shu joyda. Bu videoni tayyorlashimga menga 4 kun vaqt ketdi. Paklarni yig'ish, samosvet to'plash deganlardek. Shuncha mehnatimni qadrlagan holda obuna bo'ling.